Assalomu alaykum. Telegramda kinolar botni yasash, boshqarish uchun tayyor shablonni ishlab chiqdim. Eee, ularni hozir ko'rsataman. Startni bosganimizda men o'zimni admin qilganman oldindan, ya'ni bot meni biladi. Startni bosganda shunaqa menyular chiqadi. Yangi kino, yangi kanal, kanallar, statistika, obunachilar yordam. Bu yoqdan komandalar orqali ham ko'rsak bo'ladi. Hozirda statistikani bosadigan bo'lsam, bugun yangi foydalanuvchilar 2 ta qo'shilgan. Jami foydalanuvchilar 2 ta. Kino va kanallar yo'q hozircha. Obunachilarni ko'ramiz. Mana ko'rganingizdek, ismi, ID raqami bilan chiqarib berib turibdi va username'ini ham, qachon qo'shilgani shular. Hammasini ko'rsa bo'ladi. Xo'p, kino kanallarni ko'radigan bo'lsak, hozircha mavjud emas. Kino orqali qo'shing. Kanallarni ko'radigan bo'lsak, kanalda ham shunaqa. Vaqtdan umumiy foydalanib, men bularni qo'shib chiqaman. Kinolarni ham joylab oldim. Buni ko'radigan bo'lsak, kinolar. 11 ta kino joyladim va yangilari o'sha birinchi tepada chiqib turaveradi. Birinchi, ikkinchi raqamlar ketgan va qaysi biri kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda o'shani buttonini bosamiz. Masalan, 6-chi. Chiqqanda faqat pastdagi knopkalar adminga ko'rinadi. O'zgartirish, o'chirish. Bular faqat adminga ko'rinadi. Agar oddiy user foydalanadigan bo'lsa, ularga bu narsa ko'rinmaydi. O'zgartirish. Xo'p, o'zgartirishda nomini o'zgartirish bor va nomsiz qilish bor. Xuddi mana shunaqa bo'lib turadi. Mavjud emas degandek. Nomini o'zgartirib ko'ramiz. Xo'p, kino 4. Kino 4 o'zgartirildi. Kodini ham o'zgartirib ko'ramiz. Kod hozir 909. Kinoni uchun yangi kod o'sha 1 dan 9999 gacha yozishimiz kerak o'sha oralig'ida. Avval esa 909 edi. 900 berib ko'ramiz. Mana o'zgardi. Nomi va kodni o'zgarishini ko'rdingiz. Nomsiz qilmoqchi bo'lsak, nomsizni qilsak o'zi o'zgaradi. Nomi olib tashlandi. 900 yozsam, mana chiqarib beryapti o'sha filmni. Bu yoqdan yana o'zgartirishlar kiritsak bo'ladi. Ja bo'lmasa o'chirib tashlamoqchi bo'lsak, o'chirish. O'chirishni bosganda bu bexosdan bosib ketishni oldini olish uchun, masalan, ba'zida birdaniga bosib olsa o'chib ketmasligi uchun o'chirishni tasdiqlab degan qo'yganman-da, shu mana kinoni to'liq o'chirildi. Bo'ldi. Endi 900 yozsak chiqmaydi. Kino mavjud emas. Boshqatdan kirsam ham bu yoqda 10 ta kino. Yangi kino qo'shmoqchi bo'lsam, uni ham ko'rsatib ketaman. Yangi kinoni qo'shish. O'sha komandani bosganimda mana menga aytyapti. Video faylini yubor. Xo'p. Kanaldan yoki chatlardan kinolarni uzatamiz botga. Xo'p, uzatadigan bo'lsam, endi video uchun nom, ya'ni kino uchun nom qo'yish. Shunchaki nusxalab olib olay. Endi kod qo'yishimizni so'rayapti. Masalan, qancha desak bo'ladi? 2000 ni
ber desam, mana ikkinchi kod bo'sh ekan. Agar mavjud kodni yozadigan bo'lsam, boshqa kodni yozishni talab qiladi baribir. Hop, tasdiqlash. Kinolarga kirib ko'radigan bo'lsam, birinchi qasoskor kod 2000 mana turibdi. Shu tarzda davom ettirib ketaverasiz. Endi bu botni o'sha kanallarni ulash, ya'ni majburiy obunalarni ko'rsatib ketaman. Buning uchun yangi kanal qo'shish, ya'ni add kanal komandasini yozamiz. O'sha payti bizlarga botni o'zi o'rgatadi-da, masalan, qanaqa qilishni. Yangi kanaldagi bironta postni shu rasmdagidek uzatilgan xabar tarzida jo'nating. Xuddi shunaqa qilib. Любой bitta postni mana maxfiy kanalim bu. Shunchaki post. Birinchi o'sha kanalni qo'shishdan oldin botni admin qilish kerak o'sha kanalga. Botni admin qilganman. Xohlagan bironta video bo'ladimi, rasm bo'ladimi, ovozli xabar bo'ladimi, shunchaki jo'natamiz. Kanal qabul qilindi. Endi linkni so'rayapti. Linkni ham olib olamiz. Kanal qo'shildi deyapti. Endi ko'ramiz kanallarni. Kanalni o'zi qo'shilgan. Mana birinchi kanal bu yoqda turibdi. Mana ustiga bosganda kanalni o'ziga yo'naltirib yuboradi. Bu kanalni o'chirib tashlash. Movies kanalni o'chirmoqchimisiz? Yo'q, hozircha yo'q demayman. Yoki o'zgartirish. Kanal linkini jo'nating deyapti. Yo'q, HTTPS bilan yozish kerak. Yangilandi. Men har doim start bosgan paytim mana kanal qo'shildi-ku, start bosaman. Mana menga nimadan chiqaveradi? Menyular, boshqa narsalar yoki ikkining masalan kino kodini yozsam ham kinonozor menga tashlab beraveradi. Lekin bu boshqalarda-chi, boshqalarda ham shunaqami desangiz, yo'q. Kanal qo'shilgan bo'lsa, bu yoqdan mana kanallar ro'yxatida kanallar mavjud bo'lsa, majburiy obunani ulardan o'sha yuzerdan talab qiladi. Mana shu kanalga obuna bo'lmagansan-ku deb. Hozir boshqa kanalni boshqa yuzerda ko'rsataman profildan. Bu kanalni o'chirib turaman. Boshqa kanalni qo'shdim va boshqa profildan startni bosgan paytim mana mendan majburiy obunani so'rayapti. Endi tekshirishni bossam, salom kino kodini yozing. Kimni yozaman? Mana boyaga aytganimdek nimalar yo'q. Pastdagi battonlar yo'q. Va buni boshqa uzatib ham bo'lmaydi. Ya'ni taqiqlangan. Pastdagi ya'ni o'zgartirish, o'chirish knopkalari ham yo'q. Demak, hammasi joyida ishlayapti. Yordam menyulari yo'dan nima qilinishi kerak? Masalan, startni bosganda har qanday jarayonni bekor qilib boshqatdan boshlaydi. Bularning hammasi o'sha o'zingiz ko'raverasiz. Obunachilar, kinolar, kanallar hammasi bor.
Kimga shu kino bot kerak bo'lsa menga murojaat qiling.